adasi. Oysi necha yoshdasiz? 21 yoshdalar. Birinchi farzandingiz, mana bolajonim, birinchi farzandsiz. Oyijoningiz bilan adangiz butun O'zbekistondagi eng yaxshi joyga sizni olib keldilar, genopatiya qilishga. Qani oyisi adasi birgalikda ochishni boshlaylar. Sizni kimligingizni ochavering. Sizni kimligingizni hali bilmaydilar, oyingiz ham, adangiz ham. Adangiz o'g'il kutyaptilar, oyingiz qiz bola bo'lsangiz kerak deb o'ylayaptilar. Ismlari ham tayyormi oyisi? Hali yo'q. Yotishlaringizni. Shunaqa mazza qilib yotibsiz. Ichidan ko'k chiqsa o'g'il bola, pushti chiqsa qiz bola bo'ladi. 1, 2, 3. Qani tabriklaymiz oyisi. Polvoningiz qo'llari katta-katta, oyoqlari katta-katta, bulbuli ham katta.